Qudus G'o'zamiyarov nomidagi bizning akademik teatrimiz kelib, bugun mana xalqimizga nahiyada kelib, mana bir kun tushga mana ikki qitim konsertimizni bir kunda qo'ydi. San'atimizni so'ygan xalqimiz intayin nurg'un kirdi, mana zallarni to'ldirib, bugun hammamizni xo'shalik qilib, o'sha ko'ngil kuyimiz ko'tarilib, mana nahiya xalqiniki san'atga degan qiziqish, mana bizning san'atni qanchalik so'ydiganlarimizni xalqimiz bugun dalilladi mana. Mehrat Rahmatjonning o'shalarning aytgan naqshlarini o'zimiz har birimiz shunchalik yurak bilan shundoq tinshidik, shunchalik ko'nglimizdan chiqdi. Biz endi tilaydiganimiz har qachon egiz cho'qqilardan ko'rinaversin. Uyg'ur san'atini shu alamga shundoq to'ntishga Alloh taolo yo'lini bersin. Har qachon shularga aq yo'l tilaymiz. Mana bugun shunchalik ko'nglimizdan chiqib, hammasi alqish chavoqlarini selib, rahmatlarini aytib, seg'inish bilan yana kutuzganlarini aytib rozi bo'lib ketdi. Rahmat amma. Bugun bizning nahiyamizga Almaty shahridagi Cumhuriyetlik Uyg'ur teatridagi yosh naqshchilarimiz Mehratning konserti kelib, tomoshabinlarni shunchalik xushal qildi. Biz bugungi konsertdan yaxshi ta'sirot oldik. Endi Mehratning ovozi ko'pchilikka shunchalik yaxshi, madaniyatimizni dunyoga to'ntadigan yoshlarimiz soni ko'payaversin. So'lchi qizlarimizning evrishim usullariga hammamiz shunchalik rozi bo'ldik. Shunga o'xshash konsertlar doim bizning nahiyamizga kelib tushga degan tilak bildiramiz. Teatrga yangi mudir kelgandan beri nurg'unlagan yangiliklar bo'lyotdi. Teatrning konsertini zo'r tashnalik bilan kutamiz. Bugun Almatydan Mehrat Rahmatjon Nava ansamblininki ijrochisi ham Ruxsora ansamblininki qo'llab-quvvatlashi bilan kelib, o'sha bizningki madaniy markazga kelgan tomoshabinlarning ko'nglidan chiqdi. Biz bek xushal. Ana tili to'g'riliq so'zlagan so'zi, 12 muqam to'g'riliq aytganda chaqnagan ko'zi yurak qalbimizda mangu qoladi. Shuning uchun o'sha ansambllarninki rahbarlariga, har bir san'atkorlarga, ham o'shlarni uyushtirgan xizmatkorlarga ta'zim qilib rahmat aytgim keladi. Bugungi Mehratninki yakka konsertidan nihoyat xush bo'ldik, nihoyat ta'sirlandik. Hamda Mehratni kichigidan bilamiz, talantli naqshchi, muqamchilar konkurslarida dastlab qitim ko'rgan edik. Mana bugungi kunda kasbiy darajasi texmi o'sib, bizningcha Cumhuriyetlik teatrda mana Nava ansamblining solisti bo'lib, shundoq texmi xush qildi. Bugungi mana shu ijrolari xalq naqshi bo'lsin, mayli zamonaviy naqshi bo'lsin, mayli ijodiy naqshlar bo'lsin, shuning hammasini zar-zibarlarga yetkazib ijro qilyotdi. Kasbiy maharati nihoyat ustun. Shuning bilan birlikda tankash qilgan Nava ansamblining sozandalari kasbiylik jihatdan mahirlik ko'rsatdi. Hammasiga utuq omad. Umuman bugungi shu konsertni tayyorlagan teatr kollektiviga, rahbarlariga, barliq shu ko'pchilikning nomidan rahmat aytgimiz keldi. Davomli shundoq yaxshi konsertlarni kutamiz, seg'inish bilan kutamiz. Konsert nihoyat ta'sirlantirdi, yaxshi o'tdi, nihoyat chiroyli, yuqori darajada. Ko'p rahmat.